再念，没改变老孙的本色。把一根毫毛追出后万个，眨一眨眼皮，能把鬼识破。半个人头108000里，抖一抖威风山峰的野猎。哪里有难都像你，哪里有险都有个身经百战大头阵，惩恶扬善心如火。你的威名万人传，你的故事千家说，听如鲁邦啊永闪烁，扫尽天下浊。mehmon kelyapti. Podshoh xolam yomon bo'ldi. To'xtang. Kechirasiz. Suv ajdarholari podshosining xotinidan shikoyat tushdi. U kun ularni bezovta qilibdi. Oqsoqol, bu ularning ishi. Siz birovning ishiga aralashmang. Podshoh olam, Neadiyo tog'ining qiroli Sun Ukun suvosti saroyidan sehrli tayoqni tortib olib chiqib ketdi. Nahotki suv ajdarholari podshosi bunday ishga yo'l qo'ygan bo'lsa, Tayoq faqat Sun Ukunning farmoni bo'yicha istalganicha uzun yo kichik bo'la oladi. Faqat uning so'ziga itoat qiladi. Hayron bo'lib qoldik. Qanday maslahat berasiz? Podshoh olam, sizga bir fikr aytmoqchiman. U kunni bu yerga chaqirib, ot boqishga taklif qilsak-chi? Uni bu yerga olib kelib, bo'ysundirsak bo'ladi. Oqsoqolda mevalar ham bo'lmasdi, hayot ham yo'q bo'lardi. Mana bu shaftoli quyosh nurida pishgan. Mazali, qarang, maza kirgan. Buni bunday yeyish kerak, maza. Bu urug'larni terib, Neadiyo tog'iga ekamiz. Yurtimizni mevalariga to'la ajoyib makonga aylantiramiz. Hamma havas qilsa arziydigan jannat makonga aylantiramiz. Kimsan? Nega seni oldin ko'rmaganman? Men osmon avliyolaridanman. Sizni qirolingiz bilan uchrashmoqchiman. Qiroldan olyapti. Bezovta qilish mumkin emas. Tushundingmi? Men osmondagi ulug' zotlarning va osmon podshosining xabarini olib kelganman. Kiritmasang men ketdim. Osmon podshosining ismi nima ekan? Hamma joyda uni kimligini aytavermayman. Ketmang. Iltimos. Tamom bo'ldi. Qirol, qayerdasan? Qirol sizmi? Men osmondan yuborilgan do'stingizman. Sizni ko'rganimdan g'oyat xursandman. Shuncha gapirsam ham g'ing demaysan-a? Bo'ldi. Jahlim chiqdi. Seni toshga aylantirib qo'yaman. O'shanda men bilan gaplashasan.
真有良心。 hammasi chippakka chiqdi. Men tamom bo'ldim. Oqsoqol. A? Oqsoqol. Sen qariyada odob degan narsa yo'q ekan. Meni ko'rib yuzingni teskari qilib ketyapsan-a? Kechirasiz. Bo'ldi. Maqsadga o'ta qol, qariya. Ha, maymunlar qiroli. Osmon podshohi sizni otboqarlikka taklif qilib meni jo'natdi. Rozi bo'lasiz degan umiddaman. Yo'q, ot boqishga-ya. Ot boqish. Men osmonda ot boqsam, Niadiyo tog'dagilarni kim boqadi? Yo'q, bormayman. Falakdagi manzarani ko'rmagansizda. Bu yerdan necha ming barobar katta. Tabiati esa juda boy, naq jannatning o'zi. Rostdan ham u yer biznikidan necha ming barobar katta bo'lsa-ya? So'zing rostmi? Yolg'on gapirayotganim yo'q. Qirol, sekinroq. Endi 250 chaqirim yurdik. Bu yurishimizda u yerga yetib bora olmaymiz. Yo'q. Lekin sen juda tez yuryapsan. Unday bo'lsa, seni men olib yuraman. Men haqiqatdan ham osmonda nimalar borligini bilmayman. Borganda ko'rasiz. Istagan narsangizni hammasi bor. Go'zal joylar ko'p, ajoyib zo'r otlar ham ko'p. Shunaqa degin? Unday bo'lsa, nega seni oting yo'q? Shunga hayronman. Menga otni keragi yo'q. Juda g'alati. Nimalar bo'lyapti? Bu otlar qayerdan kelyapti? Nimalar olib ketishyapti? Bu osmondagi bog'lardan olingan meva-chevalar. Ularni saroyga olib ketishyapti. Iya, bular men yaxshi ko'radigan shaftolilar-ku. Yuring, yeymiz. Yuring. Yo'q. Yuring, tezroq yuring. Juda shirin ekan, juda mazali ekan. Siz ham yeng. Yemayman. Ularning hammasi hisob-kitobli. Ular buncha ko'p mevalarni yeb tugata olishmaydi. Yeyishga men ham yordam berib boraman. Aravadan tushaylik, saroyga yaqinlashdik. Yo'q, men hali to'ymadim. Bo'ldi. Mana bu bizning qasr. Manzarasi Niadiyo tog'dan qolishmaydi. Niadiyo tog'i? Men kirib ko'rib boqaychi. Qani yuring, ketdik. Yo'q, avval ruxsat olish kerak. Nima? Ruxsat olishni keragi yo'q. Yo'q, podshodan ruxsat olib kirmasak bo'lmaydi. Men hozir chiqaman. Yo'q, kuta olmayman. Biroz kutishingizga to'g'ri keladi. Toqatim yo'q. Hoziroq uchib kiraman. Bu yerda devor bor ekan-u. Voy boshim. Qirol, boshingiz lat yedimi? Bu yerlarga har kim ham kira olmaydi. Bu ilohiyat qasri hisoblanadi. Beboshlik qilganlarni bu yerda toshlarga bostirib o'ldirishadi. Bu gaplarni qo'ysangizchi. Yaxshi. Mana bu kirish eshigi. Ko'rdingizmi? Bu eshikdan otlar ham kiradi. Mana bu zinalar podshohning qabulxonasiga olib boradi. Zinnalari ko'p bo'lgan mana bu tor yo'lkadan yuramiz. Men bunday kichik yo'lkalardan yurib o'rganmaganman. Niadiyo tog'ining yo'llari keng. Mana yetib keldik. Qirollik kelganini podshohga yetkazay. Tezroq yetkaz. Voy, bu yerlar ham yomon emas ekan. Bu yerlardan qaytking ham kelmaydi-ya. Uni olib kelish uchun sen o'z aqlingni ishga solding. U meni tuzog'imga tezda tushdi. Uni aldash osongina amalga oshdi. U endi mening otboqarim bo'ladi. Itday ishlataman. Janob, siz unga qo'rs gapirmang. U nozik tabzot. Ko'ngliga kelsa uchadi, ketadi. Bu yerda hech kim qo'limdan qochib qutula olmagan. Bu qari chol haligacha chiqmayapti-ya. Axir men shohman-ku.
Osmonni bir tomosha qilaychi. Bu eshikdan ichkariga kirilsa kerak. Eshikni ochinglar. Ochinglar. Kimni qidiryapsiz? Men yangi kelgan ot boquvchilarning sardori bo'laman. Tezroq meni kirishimga ruxsat beringlar. Nimalar deb aljiryapti? Sizlar ishonmayapsizlarmi? Yo'q, taqsir. Biz bosh sardorda ruxsatsiz hech kimni kirita olmaymiz. Kechirasiz. Qanaqa bosh sardor? Men maymunlar qiroliman. Qani? Voy. Meni otlarim, juda ko'p otlar. Juda yaxshi. Ajoyib, yaxshi otlar. Gapga quloq soladigan otlar. Qorninglarni to'ydiringlar, keyin ishlaysizlar. Nega boshlaringni ko'tarib turibsizlar? Otlar bosh sardordan boshqa hech kimni so'ziga quloq solishmaydi. Otlarning bosh sardori kim o'zi? Ye? Bu haligi ot-ku. Meni mevalarga to'ydirgan ot. Kelaqa, men bilan birga sayr qilibki. Chop. Qani? Cho jonivor. Qani uch. Ketdik. Olg'a. Qani uch jonivor. Bosh sardorga xabar qilaylik. Sen bir maymunni olib kelibsan. Uning qo'lidan nimayam kelardi. Janob, men uni huzuringizga boshlab kelay. Bosh sardor, yomon bo'ldi. Bir maymun zoti kelib otlardan birini bizdan tortib olib ketdi. Nima deding, ablah? Yo'qol. U yangi kelgan, shuning uchun bu yerdagi qonun qoidalarni bilmaydi. Ana u. Salom sizlarga. Osmondagi manzaralar ajoyib ekan. Unday qilma, tezroq otdan tush. U besunaqa ekan. Yuringlar birga tomosha qilamiz. Men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu otlar bosh sardori. Otlar bosh sardoriga aylanganing salom. Janob, nega otlarga erkinlik bermaysiz, a? Shunga hayronman. Uringlar. Bor! Hoy bosh sardor. To'xtatinglar. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Nega otni urdirasan? Oqsoqol, buni ustimdan ol. Otlar bosh sardori. Kechirasiz. Sen cholning ishing bo'lmasin. Ablah ekansan. O'zing ablahsan. Bu osmondagi qonun. Otni olib borib uringlar. Yo'q. Bu qonunni o'zgartiraman. Bu qonunni osmon podshohiga aytaman. Bu qonun. Bu bilan seni ishing bo'lmasin. Yo'lingdan qolma. Bildingmi? Hali ko'ramiz. Seni ta'zirini berib, tavbangga tayyortiraman. Otlar uchun qonun majmuasi. Otlar bosh sardorning so'ziga bo'ysunishi lozim. Topshirilgan vazifani o'z vaqtida sifatli bajarishlari shart. Agar otlar majmuada ko'rsatilgan qonun qoidalarga bo'ysunmasa, majmuada ko'rsatilgan yo'riq bo'yicha jazoga tortiladi. 815-yo'riq. Agar ot bo'yin tovlasa, bo'yin tovlagan otni urib jazolash kerak. Shoshma, nima deding? Otni urish kerak dedingmi? Qonun qoidalarga amal qilmagan otlarga qonuni ham qursin. Qattiq jazo berish, ot boquvchilarga esa undan 4-5 barobar qattiq jazo berish shart deyilgan. Ming la'nat. Bu qanday qonun? Erkinlik bormi o'zi? Ay baqaloq. Ot qani? Uni otlar bosh sardorining buyrug'i bilan tuhmat qilgani uchun oqsoqol olib ketdi. Sizlarchi?
Sizlar nima qilyapsizlar? Qayoqqa qarayapsizlar o'zi? Otlar bosh sardori buni atayin uyushtirdi. Bizda ayib yo'q. Bu bizning ishimiz emas. Otlar bosh sardorining ishi. Ha. Hali shunaqami? Turinglar, mendan xatolik o'tibdi. Kechiringlar. Meni afv eting. O'lim jazosiga hukm qilaman. Meni kechiring. Bir qoshiq qonimdan kechiring. Ertaga bizni jazolashmoqchi. Xavotirlanmanglar. Ertaga ko'ramiz. Endi otlar xohlagancha, xohlagan yerida yuraveradi, xohlagan joyda o'tlaydi. Endi senlarga ko'rsatib qo'yaman. Otboqarlar chiqinglar, tezroq chiqinglar. Podshoy olamning farmoni e'lon. Otlarga yaxshi qaramagani uchun, xohlagan joyga yurgan otlar uchun jazo e'lon qilaman. Otlarga yaxshi qaramagan otboqarlarga o'lim jazosi berilsin. Qonun hozirdan kuchga kirdi. Bajaringlar. Nimalar bo'lyapti? Bu ot nima qilyapti? Men senga kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Uch. Qayerlarga borar ekansan? Qani chop. Hali shunaqami? Seni. Voydod, bo'ldi qil. Meni pastga tushir. Voydod, nima qilyapsan? Bo'pladi ot yashavar. Qoyil qildi. Otlar bosh sardori, turing. Tezroq bu ablah otni jazosini beringlar, ushlanglar. Voy, qo'ng'ir ot nega men tomonga qarab kelyapti? Oqsoqol. Maymunlar qiroli xush kelibsiz. Qanday shamollar uchirdi? Oqsoqol, qo'ng'ir ot qani? Nima qilding? Qayerga olib ketding? Bilmayman. Hozirgina shu yerda bir ot aylanib yurgandi. Ha, hozirgina. Ablah chol, sen ko'rgan ot meniki. Ablah, qani u? Gapir. Maymunlar qiroli. Men ham buyruqni bajardim, xolos. Ha, Otni qayerdaligini aytmasang, seni tinch qo'ymayman. Aytishing shart. Bugundan boshlab osmonni men boshqaraman. Hoy bulutlar, qochib ketmasin. Otni yaxshilab boylanglar. Ish qilib qochib ketmasin-da. Kamon otinglar. Tez. O'ldiringlar. Olov yoqib kuydiringlar. otlar bosh sardori, tezroq qoching. Bu osmonda. Seni yo'q qilaman.
Oqsoqol, oqsoqol. Ochinglar! Ochinglar! Shoa! Bugundan boshlab hamma ozod va erkin. Endi biz ablahlarni o'zini itday ishlatamiz.